Mektebimden okutkan ejelerim ağaylarım. Mektebim tarbiyalap çoğoytun go meni dayım. Başıyıp tayzım kılam, bizde de adam kılgan. Mektebim sen unutpay, ömür boyu seni sıylayım. Klastaş kızlar balдар, kaydadır ağızlarga uçasınlar. Klastaş kızlar balдар, hoş boldu geçe gele balapandar. Klastaş kızlar balдар, unutpa uyanardı uçkan koşta. Klastaş kızlar balдар, kalaymun açılsa ken al jolungar. Dost bolup 10 yıl boyu bir klasta birge okuduk. Dost bolup bala kezdен кубалашып biz ойнодuk. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, хош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан кошта. Классташ кыздар балдар, калаймын ачылса экен ал жолуңар. Доброго дня, дорогие ученики, уважаемые родители, любимые коллеги. Разрешите вас всех поздравить с праздником последнего звонка. Айла канча убакытта өтө берет, сезимдеги жүрөктөгү ой термелеп, эстегенде бир жылмайып эске салчу, калды өзүңдө окуучулук алтын кезек. Мектебим сен алтын уянбап эстеген, балапанга канат байлап жашоо берген. Жетелек балапанын эр четинде, алдыңда таазим этеп миң эртелеп. Күнкү акыркы коңгуроо аземинде жолугушуп турганыбыздан абдан кубанычтабыз. Бүтүрүүчү окуучуларыбызга албан ийгилик, ак жол, көксөп жүргөн, каалаган кесибиңерге тапшырып өтүп кетүүңөргө тилектешмин. Турмуштун даңгыр, чоң жолунда түшүп жатасыңар. Ушул жолго майтарылбай көздөгөн чоң максатыңарга жетүүңөргө тилектешмин. Анда эмесе бүгүнкү сөздү Ош шаарындагы номер 46-орто мектептин директору Якубов Алишер Абдулазизовичке берсек. Assalomu alaykum, bizning 9-A sinf bitiruvchilari. Mana umumta'lim maktablarda 2019-2020 o'quv yilining ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Kelajak hayot ostonasida turgan aziz yoshlarimiz, sizlarga kelajakda omadlar, muvaffaqiyatlar tilayman. Maktablarga oxirida olgan bilimlaringizni hayotda tatbiq etishga, qo'llashga, shu bilan birgalikda kelgusida o'z bilimlaringizni yanada mustahkamlab borishingizni istab qolaman. Qirg'iziston davlatimizning eng ishonchli o'g'il qizlardan bo'lishingizni, yurtimizning ravnaqiga o'z hissangizni qo'shishingizni Alloh taolodan tilab qolaman. Hurmatli bu yilgi
2020-yıldan 9 klassını bitiruvchileri. Buna biz köpten beri kütkön 25 may da yetip keldi. Urmatlı ata-eneler, urmatlı kesipdeşler, urmatlı mektepten jamaatları. Men sizlerge ошо 25 may Akı Koңгуроо күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ал эми окуучуларга дагы каалоорумду айтып кетсем. Урматтуу окуучулар, силер эсиңерге салгылачы. Биринчи класска, биринчи мектепке босогон аттап келген күнүңөр. Мына арадан 9 жыл өттү. Мектепте кандай гана жаштыгыңар өттү. Билим алдыңар, оюңузду уюштурдуңар, алтын балалыңар ушул мектепте өттү. Ал эми алган билимиңерди сыноо үчүн келечекте сиздер окуучулар өзүңөрдү сүйгөн кесиңерди ээлери болуп, келечекти Кыргызстанды түптөгөн инсандар болосуңар деген үмүттөмүн. Урматтуу окуучулар, келечекте силер Чыңгыз Айтматовдой чыгаан Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткан инсандар болгула. Ал эми кыздарыбыз болсо Уркая Салиевадай, Курманжан Даткадай, Бибисара Бейшеналиевадай, Зуура кандай болуп, кыргыз элибизди бүтүн дүйнөгө тааныткан кыздардан болгула. Ал эми келечектен кандай кесиптин ээси болушуна карабастан, силер өзүңөрдү сүйгөн кесиңерди тандап, ошо сүйгөн кесиңердин иштейсиңер деген үмүттөмүн. Саламатсыздарбы? Номер 46 орто мектептин жалпы мугалимдер жамааты, ошондой эле 2019-2020 жыл бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөр, сиздерди окуу жылын ийгиликтүү аякташыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерди ушул эрежеге жеткирген ата-энеңер, талим-тарбия берген мугалимдер, сыймыктанган уул-кыздардан болуп чыгышыңарга мен ишенем. Келечегиңер кең болсун, мекениңерди сүйгөн, мекениңерге кызмат кылган уул-кыздардан болгула. Последний звонок – это грустный и в то же время веселый праздник. А сейчас мы все рады будем услышать теплые слова от учителей, которые провожают выпускников в большую взрослую жизнь. Assalomu alaykum, mening aziz 9-sinf o'quvchilarim. Mana 9-sinf o'rta ta'limni tamomlab, barchangiz uchun hayajonli daqiqalar, onlarga yetib keldingiz. Mening hayotning katta ostonasiga qadam qo'yayotgan qadrli o'g'il-qizlarim, sizlarga qalbimning to'ridan eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Kelajak hayotingiz porloq, charog'on bo'lsin. Yurtimizning, elimizning eng yetuk insonlardan bo'lib, yurtimizni ravnaqiga o'z hissangizni qo'shadigan buyuk o'g'il-qizlardan bo'lishingizni tilab qolaman. Vatanni sevib, ardoqlab, tinchlik, osoyishtalikni, sog'liqni qadriga yeting. Biz ustozlarning ishonchini oqlaysiz degan umiddaman. Mening aziz o'g'il-qizlarim, har biringiz men uchun qadrli, o'rningiz boshqacha. Sizlarni sog'inib qolaman. Biz ustozlar barchangizni maktab quchog'ida mehr ila kutib qolamiz. Hurmatli bizning 9-sinf bitiruvchi o'g'il-qizlarimiz, barchangizga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni, eng ezgu tilaklarni she'r orqali taqdim etishni joiz deb topdim. Xotiramda shu dono ko'zlarga boqib, cheksiz quvonch ichra suraman xayol, shu yigit qizlarning qanchasin kutib turgan ekan porloq istiqbol. Istiqbol sizniki, barchangizniki, olamning egasi siz bo'lmayin kim, shundayin olamni kelmagan tengi. Siz aziz bitiruvchi, aziz o'quvchi. Abad sizdan xotirjamdir, bo'lsangiz xurram sihat, ertayu kech tilakdaman, yursin deb shod baxtiyor. Bu hayotdan bo'lsin ziyod, ne qilsangiz ixtiyor, erkin yo'lda Alloh bersin sizga yorqin kelajak. Ishonaman bilimingiz yaxshi hosil berajak. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehribon ota-onalar va bitiruvchilar. Sizlarni bugungi tantana bilan chin yurakdan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, sizlarni maktabga ilk qadamingizni kechagiday eslayman.
Sizni birinchi yozgan harfingiz, yodlagan she'rlaringiz sizga qanchadan qancha quvonch olib kelganini men juda yaxshi bilaman. Sizlar bilan birgalikda kulsangiz kuldim, yig'lasangiz birgalikda yig'ladim. Lekin vaqtni tez o'tishini qarang. Mana siz ulg'aydingiz. O'zingizga ishongan, uddaburon, aqlli, zehnli, mehnatsevar farzandlar bo'lib voyaga yetdingiz. Lekin shoshilmang. Hali sizni oldinda 11-sinf kutmoqda. Aziz o'quvchilarim, men ishonamanki, siz 11-sinfni tamomlab, oliy o'quv yurtlariga kirasiz. Ziyoli farzandlar bo'lib, Qirg'iziston Respublikamizni unib o'sishiga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Omad sizga bitiruvchilar, oq yo'l sizga bitiruvchilar. Assalomu alaykum. O'sh shahri nomer 46 o'rta maktabning 9A sinf o'quvchisi Usmonova Kamola, 7B sinf o'quvchisi Usmonova Mubinaning onasi Usmonova Saodatxo'yman. Men nomer 46 o'rta maktabning direktori Alisher Yakubovga, Zauch va qirg'iz tili ejaki Zamira Sadirovaga, maktab organizatori va 9A sinf bitiruvchisi, sinf rahbari Iroda Raimjanovaga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Bu ustozlar Kirdalda abal, ya'ni karantinda bo'lishiga qaramay, har bir o'quvchining onlayn darsga qatnashganligidan xabardor bo'lib turdi. Yana har bir o'quvchining sog'ligi haqida ma'lumot olib turishdi. Men yana boshqa fan ustozlariga ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Qirg'iziston vatanimizga avvalo tinchlik, omonlik, xotirjamlik, osmonimiz musaffo bo'lishini tilab qolaman. Qirg'izistonlik barcha bitiruvchi sinflarga sog'lik va kelgusi o'qishlarida omad tilab qolaman. Yana bir bor butun Qirg'iziston ustozlariga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Mana bugun hammani ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga shoshcheli mektep qo'zdi tanerte. Kitap depter qo'lga olib kundeli, aylar jildar jilga almashib turam bugun qo'shtashuv kun kechasida. Qo'sh deymin altın uyam bilim bergen, kelajekka biz uchun yo'l ochding kedi. Merimin bilimin taniq pastan bergen, ag'ayajakeler razjilig'im bildiren. Salabasınar be urmattu menin suyuktu ag'ayajakelerim, dostorum, jana klassdoshlarim. Sizlarda bugungi merimizdir menin qutlukdayman. Bugun maktab ostonasin xatlab so'nggi bor. 9 yillik bolalikka qo'yamiz yakun. Endi hayot darsxonasi bo'ladi maktabda. Chalinadi eng oxirgi so'nggi qo'ng'iroq bu kun. Bilaman, balki joningizga tekkandir bu jarang. Balki bezor bo'lgandir siz darslardan hatto. Balki ustoz asabingiz qilgandir tarang. Lekin o'tgan maktab davrini unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 9 yil. Bekor sarf ketmagandir 9 yil umr. Barchaning o'zgashti bor dillarda sabr. Balki sizga unut bo'lgan, eslarsiz balki shu dargohga qadam qo'ygan jajji qizaloq. Mehringning adog'ini topib bermaktab. Qochgan darslarimiz biz uchun armon, bilimlar ulashgan bilimdon makon. O'zingdek ardog'in topib bermaktab. Kelajak hayotda sening yuzingmiz, bir-biridan erka o'g'il qizingmiz. Maktabim bag'ringda o'ynab yurganim, ilk sevgi hayolin o'zimda so'rdim. Katta bo'lishga ham
Qachon ulgurdim bu savolni javobin topib bermaktab. Yodimda darslardan yozgan xatlarim, yuraklar rasmiga to'lgan daftarim, doim tergab turgan sinf rahbarim qadringni sanog'in topib bermaktab. Qadri bilinadi menga endigoh olis maktabimning o'sha behasham Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimlardir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Tuproqdek hokisor bezovta jonlar, ammo Temurdayin sohib qironlar. Temur deb etgayin o'pgan bor, Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Yo'qdan beruniylar binolar qilgan, Mashrabni mashhuriy dunyolar qilgan, Husaynni ibn Sinolar qilgan, Iloh so'zini o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Lekin bu hayot nish sanchiqlardan, qoqilsa ko'targan qo'ltiqlardan, Otabek ezilgan g'ussaga botgan, boladek quvongan yutuqlardan. Uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. To'xtab qolsin sog'och yillari, chalinmasin so'nggi qo'ng'iroq. Ortda qolar sho'xlik yillari, chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq. Nahot boshqa yo'limiz, xomush tortib yig'lar dilimiz, ketar chog'i ortda ko'zimiz. Chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq. Sizni unutmaymiz birinchi ustoz, birinchi qadamim esimdaki o'z. Sizni qadrlaymiz, sizgadir e'zoz. Chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq. Bir oiladek baquvvat edik, yillar o'tdi tarqaldik ketdik, endi mehr qadriga yetdik. Chalinmagan so'nggi qo'ng'iroq. Kimlar mayus inshodi qurran, kimlar yig'lar ko'zlarida nam, diliga solib hayajon g'udam, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Tugar bo'ldi bu maktab yillar, armon endi bundayin damlar, kelmoqda ku larzaga dillar, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Tabriklashib kimnidir kimlar, bermoqdalar dastalar gullar, nahot endi qaytmas bu yillar, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Mana men ham turibman ey vox, vujudimni qamragan titroq, ishongim hech kelmaydi biroq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Со школьного выйдя порога, одноклассников ты не забудь. Пусть счастливой будет дорога, добрый путь, выпускник, добрый путь.